Konstantiniya 2 marta fath bo'ladi deganlar. Birinchisi fath bo'lgan Konstantiniya, birinchisi qilich bilan olingan. Bu Istanbul. Konstantinopol deyiladi, Istanbul. Hayo Sofiya masjidga aylantirilgan, bilasizlar. Ikkinchi fath Konstantiniyani qolgan joylar, mana shu Vatikan, Italiya, Fransiya, shunga o'xshagan davlatlar qaytadan emas, fath qilinadi. Musulmonlar bo'lib o'tadi. U qo'lga o'tish takbirlar bilan bo'ladi. Allohu akbar, Allohu akbar deb fath qilinadi. O'sha kunlarga borsak, nasib qilsin. Bo'lmasa farzandlarimizga nasib qilsin. O'sha fathlar bizni O'rta Osiyoning yigitlari sof e'tiqodi butun sog'lom millati uchun harakat qilgan do'stlar tomonidan qilinadi.